Alloh taolo aytadiki, albatta biz sizlarni sinaymiz, baloga uchratamiz, sinov bo'ladi. U sinov bir vaqtlarda qo'rqinch bo'lishi ham mumkin, xavf bo'lishi ham mumkin, ochlik bo'lishi ham mumkin, mol mulkda nuqsonga uchrash mumkin, jonda nuqsonga uchrash mumkin. Ana ularni demak hammasi mo'min musulmonni boshiga tushishi bor. Endi deydi Alloh taolo, qachonki boshiga musibat tushganda inna lillahi va inna ilayhi roji'un, biz Allohnikimiz, biz yana Allohga qaytamiz deb sabr qilgan bandalarga jannatning va'dasini ber. Ularga Alloh taoloning salovati bo'ladi, rahmati bo'ladi. Ular hidoyat topgan kishilardan bo'ladi.